Assalomu alaykum. Alloh kuninglar xayrli va barakatli qilsin. Avatar 11. Kreslodiki shu yerda ekan. Oldiga orqaga atamankasi, buni atamankini o'zidan qaratiradi. Atamanki. Podushka. Eshikni ochish. Oynalar. Rulni qaranglar. Yuzni fiksatsiya qilish. Monitorda imo kolonkaga mana shu narsa qo'ydik. Juda ajoyib. Qaranglar. Ko'ryaptimi? Ichkarida. Alloh. Bu kolonka, ama nima ekan? Bu kolonka aniq. Bu monitor ekan, ishlaydi. Bosh. Bu qo'shni sideniya. Tepa patolog bo'lingan ekan bu yer. Kozeroklar. Kameralar. Orqani ko'rish. Demak bu ikkita oyna alohida. Bu oyna alohida. Orqa tomon. Endi orqa tomonga nima deymiz? Buni tushiriladi. Buni orqadan passaj bo'lsa kerak. Rangini korishning qilib, mana tepadan. Ventilyatsiya bittasida bor. Bitta telefonni sovutadi. İçi ekan. USB, flashka, Type-C. Buni ichida joylashtirilgan. 12lik. Buni ichida. Bardachok. Demak, knopkalik ekan. Monitordan ekan. Endi rol selektor bu yerda RN'da deymiz. O'sha. Yani oldiga, orqaga cruise control, parkovka. Bu yerda multimedia rol. Umuman yotib ketasiz ekan omali. Mana yerdan ham eshigi ochildi, bosdik. Mana bu yerdan ham boshqarish mumkin ekan. Ishlar. Yana yopiladi. Yotib oldi sideni. Bu yotadigan holatiga keldi. Orqa tomondagi massajchi bor ekan. Mana orqa eshik hozir aytamiz. Orqalar. Endi bu konditsioner. Hozir tushib ko'rsataman. Mana o'sini bossa yotar ekan. Avatar 11. Tagida ochiqlik bor. Hop, yana o'z dastlabki holatiga qaytadi. Evet. Rulan joyiga qaytyapti. Nimasi bu? Yonboshlash. Bu atamanka chiqish ekan, kiryapmiz. Bu yotishga 3 ta knopka bor ekan. Umuman bular. Bu boshqa. Endi yopamiz. Buni elektromekan paket. Pilisoska. Demak bu elektropaket. Orqada ham chiqmas. Karmashka yomon qorishibdi-da, bolalar tushirayotganda evakuatorda. Bu 1, 2 mana yerga qo'yib qo'yishibdi. Qarang. Shu bolalar, sotuvchi bolalar chiqib o'tirishib oladi-da. Massajni demak bunda yo'q, lekin holat juda zo'r. O'tir.
top-toza qilsangiz chiroyli bo'lib qoladi. Mashinani eshigini yopish, massaj beradi aytmoqchi. Mana bu massaj. Bu sovutish, isitish. Kolonkalar ikkita. Mana bu ham kolonka. Mana bunday urib qo'yinglar. Mana mikrofon gapirasiz. O'tirib orqadagi o'tirganga kolonkalar. Bu nima ekan? Bilmadim. Xullas qani massajini ko'raylikchi. Yo'q, qarang. Bor. Bitta nimalik ekanda? Bitta pozitsiyali ekan. Yaxshi. Bu mikrofon, ikkita mikrofon gapirganingizda oldiga yetkazib bersa kerak. Bu ikkita mikrofon, kolonkalar alohida. Hop, o'chirib qo'yamiz. İşte eshikni ochamiz. Qani, ochil. Qaytib bekilib oldi. Mana endi. Oynalari atmosferali. Mana bekitib qo'yamiz. Zaryadka. Bu kilometri o'zini ham bilamiz. Kilometrini hozir yonidan o'taylikchi. Bu bagaj. Shu elektropaket. O'shroq nima shu? Sabab? Mana bu bordi, shuni sotib mexanik siyosizmalar demak bu yerda emas. 11 mi mana? Ha, bu 11. Nechi pul ekan bu? 11 47 Tushun. Shundan tushib qolay. Tushun. Xaridorga ko'rsatayotgandik. Buni nimasini ko'ramiz? Mana shu 2025 110 kilovatlik 231 kilovat ikkita motor 379 ga 130 103 shu asosiy batareyaga nasibam bo'ladi demak 500 dan ko'proq yuradi. O'zini dastlabki holatiga keltirib qo'yamiz.